Assalomu alaykum Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy ofida Qanşartaldagi ishimizni bitirdik. Bahadir akaning uyining iki uyining stayashkasini qo'yib berdik. Bu yerda 830 kvadrat stayashka bo'ldi. 110 metr bordyur bo'ldi. 731 xalta sement ketdi, 12 kamaz shibin tash ketdi shu yerga. 12 kamaz, avishni kamaz bilan. Mana ishlagan yerlarimizni videoga tushirib chiqaman. Qo'ldan kelgancha ishladik. Mana yeri mana iki joydan o'rtasi gulatiz bo'ldi bunday. Gulatizmi, bog' desa da bo'laveradi. Vertolyotda hozir kelib olib ketadilar. Mana bu yerda chertakning tiylaridan bunday bo'ldi. Aytganimda aytib qo'yib berdik. Yağımına bar diyor. Kvadratını 40 ming so'mdan qo'ydik. Stayashkaning bordyurning balandligini qarab qo'yamiz. 1 metr balandlik bo'lsa, metri 100 ming so'm. 50 santi balandlik bo'lsa, 50 ming. Bu yerda polni xarajat qancha ketdi deysizlar. Ko'p xarajat ketdi. Bu yerda 12 kamaz shibin tash, aytdim-ku, 731 xalta sement ketdi. Qo'laqqa sement, shibinni hisoblasak 83 million so'm bo'lib turibdi. Onun yanında çega var, çega hisobsiz ketdi. Tiylarni tekstilga ishlatdik. Mana o'shqan shibini. Setka klyonkasi bor. Onu hesaplamadım elə. Şu 830 kvadratga yetkidek ketdi. Klyonka, setka. Bunu mana akşam ketmesden burun quygan yerimiz. Quygan yeri ballardan. Bizler Karmex'te quyamiz. Mishalkada, beton mishalkada. O'zi bundan keyingi yerga ko'chib ketdi ishlovga. Bölümüne ma'lum bo'lib turibdi akşam quyilgan yeri. Shu yergacha